Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz koreys tilidagi p pulkichik, ya'ni p noto'g'ri fe'li hisoblanadi. P pulkichik dongisaning qoidasiga e'tiborimizni qaratamiz. Demak, p noto'g'ri fe'lida asosda, ya'ni patchimda p kelgan bo'lsa, unga unli bilan boshlovchi qo'shimchalarni qo'shganimizda patchimdagi p harfi tushib qolib, keyingi bo'g'inga biz yoki o yoki u harfini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Hamda shu o yoki uni qo'shganimizga qarab biz qolgan qo'shimchalarni moslashtirib, misol uchun hozirgi zamon norasmiy qo'shimchasi a yo yoni qo'shadigan bo'lsak, o yoki uga qarab qo'shishimiz kerak bo'ladi. Buni misollarda yana ham to'liqroq qarab chiqamiz. Demak, birinchi misolimiz topda. Topda degani ya'ni koreys tilida yordam bermoq hisoblanadi. Biz da ya'ni infinitiv shaklini olib tashlaymiz. E'tibor bersak, asosda ya'ni patchimda p harfi turibdi. Endi biz aytdik, unli bilan boshlovchi qo'shimchalar qo'shilganda p harfi tushib qoladi. Endi koreys tilida faqat ikkita so'z bor, ya'ni mana shu ulardan birinchisi topda hisoblanadi. Bunga biz har doim o borligi uchun, demak, o harfini qo'shamiz. Yuqorida aytganimizdek, demak, p tushgandan keyin o yoki u harfini qo'shamiz. Demak, topdagi biz o ni qo'shamiz. Endi hozirgi zamon norasmiy qo'shimchasi a yo oyolarni qo'shadigan bo'lsak, o ga biz demak a yoni qo'shamiz hamda bu tovayo ko'rinishda tuslanadi. Keyingi so'zimizga e'tibor beramiz. Kopda. Koptada ham demak da qismini olib tashlaymiz. Infinitiv ma'nosini beruvchi da qismini olib tashlaganimizdan keyin e'tibor bersak, patchimda p harfi turibdi. P harfini olib tashlaganimizdan keyin asosda o unlisi turdi. Lablangan o unlisiga demak biz o ni qo'shamiz hamda bu o ga a yo oyoni qoidasi bo'yicha demak a yoni qo'shamiz. Kovayo shaklida tuslanadi. Yuqorida ko'rib o'tganimiz topda hamda hozirgi ko'rayotganimiz kopda. Faqat mana shu ikkala so'zga biz p harfini, patchimdagi p harfini tushirib qoldirganimizdan keyin o qo'shib, demak a yo shaklini qo'shamiz. Tovayo hamda kovayo shaklida tuslanadi. Qolgan fe'llarimizni barchasiga demak u harfini qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Keyingi so'zimizga e'tibor beramiz. Demak, nupda. Bunda ham da qismini olib tashlaymiz. Patchimda p harfi bor, p ni olib tashlaymiz. Demak, asosda u harfi turibdi. U ga biz u ni qo'shganimizdan keyin bu u ga o yo qo'shiladi hamda nuvoyo shaklida tuslanadi. Nuvoyo. Asosda u harfi bo'lgani uchun bizga o kerak bo'lmaydi, u harfi kerak bo'ladi. Shuning uchun ham bu nuvoyo shaklida tuslanadi. Keyingi so'zimiz kupda. Bunda ham infinitiv ma'nosini beruvchi da ni olib tashlaymiz. Patchimda p harfi turibdi. P ni tushirib qoldirganimizdan keyin asosda u unlisi turibdi. Demak, u unlisi borligi uchun biz u ni qo'shamiz, yana bitta u orttiramiz. Hamda bu u ga qarab biz o yoni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Kuvoyo shaklida tuslanadi. Endi jadvalda qarab chiqamiz misollarni. E'tibor bersangiz, p noto'g'ri fe'liga oid so'zlar hamda qo'shimchalar berilgan. Demak, a yo oyo, aso oso, ado odo hamda n qo'shimchalari berilgan. Endi har bitta qo'shimchada qanday o'zgarishni ko'rib chiqamiz. Demak, aytdik, faqat kopda va topda so'zlariga biz o orttiramiz dedik. Qolganlariga u orttirishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi so'zimiz kakkapda. Kakkapda demak yaqin degani. Bundan biz endi da qismini olib tashlaymiz. Patchimda p harfi bor, p ni ham tushirib qoldiramiz. Demak, bundan asosda demak a unlisi turibdi. A unlisi borligi uchun biz a yoni qo'shmaymiz. Demak, biz u ni orttiramiz hamda p harfi tushgandan keyin u orttirilib, u ga qarab o yoni qo'shamiz. Kakkavoyo. Kakkavoso, kakkavodo, kakkaun. Demak, p tushgandan keyin biz u harfini orttiramiz. Keyingi so'zimiz mepda. Bunda ham da ni olib tashlaymiz. P harfini, patchimdagi p harfini tushiramiz hamda u unlisini orttirishimiz kerak bo'ladi. U unlisini orttirganimizdan keyin o qo'shib mevoyo, mevoso, mevodo, meun shaklida tuslanadi. Topda. Demak,
topda fe'lida da tushib qolib p olib tashlangandan keyin o ga qarab o harfini orttiramiz hamda tovayo, tovaso, tovado, tovun shakli tuslanadi. E'tibor bersangiz, ayo, oyo, aso, oso, ado, odo qo'shimchalarida o orttirildi. Demak, n, in qo'shimchalari qo'shilganda p tushib qolgandan keyin o emas, u orttirildi. Shunga ham e'tibor beramiz. Demak, a, o unlilar bilan boshlovchi qo'shimchalar qo'shilgandagina biz o orttiramiz. Qolgan qo'shimchalarni qo'shganimizda u orttirishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi kopta. Koptada ham xuddi toptada aytganimizday, demak, dani olib tashlab pni tushirganimizdan keyin o orttiriladi hamda kovayo, kovaso, kovado shakllarida tuslanadi. E'tibor bersangiz, ayo, aso, ado qo'shimchalari qo'shilyapti. N, in bilan tuslanganda esa o emas, u orttirilib koun shakli tuslanyapti. Keyingi so'zimiz pangapta. Bunda ham dani olib tashlab pni tushirib qoldiramiz va u harfini orttiramiz. Demak, pangavoyo, pangavoso, pangavodo, pangaun shakli tushlanadi. P noto'g'ri fe'lining asosiy xususiyati shundan iboratki, faqat siz mana shu topda va kopdani esda saqlab qolsangiz, demak o orttirilishi mumkin bo'lgan shu ikkita so'z bor. Qolganlarni barchasiga pni tushirgandan keyin u orttirib, demak oyo, oso, odo shakllarini qo'shishingiz kerak bo'ladi. Faqatgina n, in shaklida barchasiga u orttiriladi. Shu qoidani esda saqlab qolib misollarni bajarishingiz mumkin. P noto'g'ri fe'lning qoidasi shulardan iborat. Qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, videoning izohlar qismida qoldirishingizni so'raymiz. Rahmat.